Sezonsiz biznes do'stlar, oddiygina suvdan soqa qilish, bunda bemalol ayollar ham yoki bo'lsa yosh bolalar ham bemalol ishlasa bo'ladi. Oddiygina suvimizni olamiz, rangimizni olamiz. Rangi xohlaysiz sarig'idan, xohlaysiz qorasidan, xohlagan ranglarni qo'shtirib bitta aralashtirib yuboradigan bo'lsangiz, kuniga $50 dan $100 daromad topsiz bo'ladi. Xohlaysiz buni avtomat bo'ladi. Bunda ikkita knopkasini burab qo'yamiz. O'zi damlab, o'zi gazlab beradigan bo'ladi. 3 ta filtrli bo'ladi. Yo, menga o'zim qilaman ruchnoy holatda deydigan bo'lsa, bunaqasini aylantirib qo'yadigan bo'lsangiz do'stlar, xohlaysiz ruchnoy, xohlaysiz avtomat bo'ladi. Bu nima deganlar bu sezonsiz biznes, ya'ni gazvada ishlab chiqarish biznesi bo'ladi. Bemalol buni lakasiz joy zo'r bo'ladigan bo'lsa, kuniga $50 dan boshlab $100 daromad qilsangiz bo'ladi. Eng asosiy 70% holatda buni ayollar o'zlari zakaz berayotgan. Mana shu ikkita ko'rib turganlaringlar Surxondaryoda ayol kishiga ketyapti do'stlar. Bularni komplektga eladigan bo'lsa, ruchnoy holatda eng arzoni $750 dan boshlanadi. Bunaqangi holatdagilar bo'ladigan bo'lsa, $900 dan boshlab $1,5 $1,000 bo'ladi. Agarda bunaqa yangicha variantda, ya'ni polni avtomat kerak deydigan bo'lsa, kuniga 2 tonna suvni bemalol damlab beradigan bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa $1,5 dan boshlab, buni kichikroq bo'ladi, narxi $900 dan bo'ladi. Bunisi bez filtr holatda bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar faqat endi dastavkasi kelishgan holatda soqqan bosganlardan oldim deydigan bo'lsa, chiroyli narxlarda kelishgan holatda qilib berishadi.